Mashinalar. Metrning cho'pchaklari. O'lay agar yolg'on gapirayotgan bo'lsan. Afsonaviy metr. Voy! Hoy, metr, yaxshimisan? Ha, bu nima bo'pti? Yoshligimda bundan ham zo'r tryuklarni bajarardim. Yo'q-e? Rostdan, odamlar sakrashlarimni ko'rish uchun uzoq yaqindan kelishardi. Metr! Xonimlar va janoblar, afsonaviy metrni qarshi oling! Metrnikidek tishlari bor, ikkitasi atigi $1 ga. Sen qahramonsan, Metr! U yurishni boshladi. Voy! Kechirasizlar, uzr. Qalaysan? Uzr so'rayman. Kechiringlar. Araki, qalay? O'zing yaxshiman? Voy! U buni uddaladi. Afsonaviy metr. Sen haqiqiy qahramonsan. Men hamma tryuklarni qilib ko'rganman. O't oching! Voy! Har xil tryuklar sabab tanamda deyarli sog' joyim qolmagan. Ammo karburyator kanyonidan sakrashi metrni afsonaviy tryuki bo'ldi. Karbyurator kanyonidan sakraganmisan? Ishonish qiyin. Ha, nima yodingdan chiqdimi? Sen ham o'sha yerda eding-ku. Nima? Tayyormisan, do'stim? Tayyormasman. Yaxshi. Qani ucha qolunda. Keyin nima bo'ldi? Afsuski uddalay olmading. Bo'pti, keyinroq ko'rishamiz. Qani yigitlar, ketdik. Mashinalar. Metrning cho'pchaklari. O'lay agar yolg'on gapirayotgan bo'lsam, bo'lmasam bo'lmaydi. Qutqaruvchi metr. Ishlar qalay? Men ilgari o't o'chiruvchi bo'lganman. Nima? Ha, aynan shunday og'ayni. Yong'in! O't o'chiruvchi metrga qo'ng'iroq qilinglar. Barcha bo'limlar diqqatiga iltimos javob bering. Michael ko'chasi 1209-uyda yong'in chiqqan. Ha, adashmasam u yer eski gugurt zavodi edi. To'g'ri topding, metr. Qani unda tezroq bora qol. Yordamga vertolyotni ham yubordik. Patrul aloqada. Metr qani? Ortingizdan kelyapti. Hozir yetib keladi. Odamlar yo'lni to'smang. Yuringlar, qani orqaroq yuring. O't o'chiruvchiga joy bo'shating. Ogohlantiraman, binoni portlash xavfi bor. Metr, uddalashinga ishonamiz. Qani boshla. Shunda ham allaqachon ishni boshladim. Qoyil senga. Seni o't o'chiruvchi bo'lganingga hech ishona olmayapman-da. Qo'ysang-chi og'ayni, sen ham o'sha yerda bo'lganing yodingdan chiqdimi? Iltimos, yordam bering. Hozir yordam beraman.
sakra ushlab olaman. Xudo, hozir portlab ketadi. Tez shifoxonaga olib boring. Motori qizib ketyapti uni. Bir so'mda yetkazib qo'yaman. Qoyil. Qahramonimiz. Iltimos, doktor Metter, operatsiya xonasiga boring. Doktor Metter. Hammasi tayyormi, xonimlar? Bemor kelgan bo'lsa, qani bir ahvolini ko'raylik-chi. Meter, nima shifokorlik ham qilasanmi? Hada, ham doktor, ham professorman. Mashinalar sog'ligi bo'yicha mutaxassislikka o'qiganman. Salom, doktor. Boshladik. Operatsiya yaxshi o'tdimi? Hayotingni saqlab qoldim. Yo'q, ishonmayman. Shunaqa. Aldama. Rostdan. Ishonmayman. Seni qutqarib qoldim. Rost. Meter qo'ysang-chi. Ishon. Yaxshimisiz, doktor? Gapim rost edi. Mashinalar. Metterning cho'pchaklari. Yolg'on gapirsam o'lib ketay. Qani jangga. Monster Truck jangchisi Metter. Monster mashinani kattaligini qara. Bu unchalik ham katta emas-ku. Bundan ham kattalari bilan kurashganman, og'ayni. Seni Ha, men ilgari Monster Truck jangchisi bo'lganman. Seshanbada tungi jang. xonimlar va janoblar, jangchi Thor Metterni kutib oling. Kechirasiz, meni Thor Metter emasman. Kimdir muzqaymoq so'raganmidi? Raqib jangchi Ice Creamerni qarshi oling. Sen bolani hali qo'rquvdan baqirtirmasanmi? Voy! Voy! Qayoqqa g'oyib bo'ldi? Kechirasiz, janob. Iltimos, menga shokoladli Sandy muzqaymog'idan bering. Albatta, hamma yaxshi ko'radigan tam-ku. 1 2 3 Metter g'olib bo'ldi. Mana buni jang desa bo'ladi. Urushib o'tirmay qo'yaver, yutqazing ana. Seni yutish uchun 3 ta harakatim ko'p. 1 2 3 Metter g'olib bo'ldi. Rastakariyalik jangchi soch turmagi bilan Thor Metterni mag'lub qilmoqchi. Hozir seni ezib tashlayman. 1 2 3 Metter g'olib. Xo'sh, kim kimni ezib tashladi? Albatta seni ezqilading, Metter. Keyingi jangchi Dr. Philbet. Tayyorlan, keyingi manziling kasalxona bo'ladi. Albatta, sizni ko'rgani gullar bilan borib turaman. Og'riqli bo'lsa kerak. Haqiqiy og'riq endi bo'ladi. 1 2 3 Baddiy betonchi esa Metterni sementlab qo'ymoqchi. Mana senga quyuqqina sement kerakmidi? O'zingga buyursan. Qazigan cho'g'ga o'zi tushdi degani shu bo'lsa kerak. Sementni bunday tekis qilib qo'yishni hamma ham eplolmaydi. To'g'ri aytasan. 1 2 3 Jang qilishni ham yorvording. Endi esa hammamiz kutgan lahza keldi. Qarshi oling, dunyo mo'jizasi, quyonchli afsona, falokat kurashchisi Thor Metter. Thor Metter uni yanchib tashla. Hamda raqibi dunyo chempioni Dr. Frankenwagen. Puflab uchirib yuboraman. Hamda uni monstri. Bunisi dahshat-ku. Yutqazdim. Keyinchi jang qanday bo'ldi? Rostdan ham hech nima yodingda yo'qmi? Biz jamoadosh edik. Do'stim, bardam bo'l. Nima deding? Ha, xonimlar, g'ildiraklarim tabiiy. Ushlab ko'rasizlarmi? Hoy, menga yordam bersang-chi. Uzat. Endi tamomsan. G'alabamni ko'rib qo'yinglar. 1 2 3 G'oliblarni e'lon qilaman. Thor Metter va uning ismi nima edi? Chaqmoq Makvin. Hamda qo'rqoq Makvin. Qo'rqoq Makvin. Ismimni ham to'g'ri aytishmabdi-da. Ko'zlarimga ishonmayman. Nahotki Thor Metter. Men seni ashaddiy muxlisiyman. Dastxat qo'yib bera olasanmi? Voy, albatta qo'yib beraman. Rahmat. Endi bu eshigimni umuman artmayman. Qoyil. Hoy, to'xta, qo'rqoq Makvinni ham dastxat kerak emasmi? Yo'q, rahmat. Rostdan kerak emasmi? Ha, rostdan kerak emas. Tez qo'l qo'yib beraman lekin. Kerak emas dedim-ku, qaytib so'raverma. Endi seni navbating. Sen egaling. Sen bo'l. O'zing bo'l. Sen. Yo'q, sen o'zing. Sen. Mashinalar.
Metrning cho'pchaklari. Aldayotgan bo'lsam, xudo haqqi o'lib ketay. Noma'lum uchar jism. Sono quasi. Oh, finito. Voy, qara, ucharli kopcha. Metr, bu uchar g'ildirak edi. Yo'q, ucharli kopcha edi. Ishonaver, bir marta o'z ko'zim bilan ko'rganman. Ucharli kopchanimi? Ha, juda oydin va sokin tunlarning biri edi. Ha, g'alati. Voy! Voy, nima balo bu? Salom, yerga xush kelibsan. Isming nima? Meni ismim Metr. Meni ismim Metor. Metor? Ha. Xohlasam omborxonamga boraman. Omborxona. Ketdik unda. Bular eng yaxshi moylar. Moylar. Ko'rsang, u quduqning o'zi ekan. Qoyilmaqom ekansan. Qoyilmaqom. Keyin hamma yoqtirgan ishlarimni qilib chiqdik. Men unga orqaga uchishni o'rgatib qo'ydim. U esa menga uchishni o'rgatdi. Qo'yin. Yetib olay. Salom, Filmar. Sen bilan qalin do'st bo'lmoqchiman, o'g'ayni. Voy, Buni ushladim. yo'q, Masaga qayting. Metor. Seni albatta qutqaraman. Voy. Uch rejimini yoqmasam bo'lmaydi. Seni qutqargani ketyapman, Metor. O'tish mumkin emas. 51-hudud. Maxfiy harbiy hudud. Yo'q, Metor. So'nggi tarjima seriallar. Yuklash bo'limiga texnik yordam kerak. Van o'sha yerda ko'rishamiz, kelishdikmi? O'sha yerga zudlik bilan 10 ta odamni yuboring. Mister darhol bu yerga yetib keling. Doktor Schleppenwagen 10-saqlash bo'limiga keling. Masofa saqlang. Qani, hamma cheese desinchi? Cheese. Qoyilmaqom. Qoyilmaqom? U muloqot qilishga harakat qilyapti. Tezroq doktor Abshlefaginni chaqiring. Men shu yerdaman. Xayrli kech, xonimlar. Xayrli kech. Doktor, qoyilmaqom deganda nimani nazarda tutyapti? Qoyilmaqomning ma'nosi qani bu yerdan surdik degani. Qoyilmaqom. Ortimdan o'ch, Metor. Hoy, shu cho'pchagingga ishonaman deb o'ylaysanmi? Albatta ishonasan-da, chunki o'zing ham o'sha yerda eding. Bahaybatligini. Qoyilmaqom. Hurmatli ucharli kopcha, qutqarganing uchun katta rahmat. Lekin bizni uyimizga tashlab qo'ysang yaxshi bo'lardi. Voy! Rahmat. Metr, kechirasan, lekin bunday bo'lmagani aniq. Shunaqa degin, unda men qanday qilib ucha olayapman? Bo'ldi, Metr qo'ysang-chi. G'aroyib ish bo'ldi-ku. Mashinalar. Metrning cho'pchaklari. O'lay, agar yolg'on gapirayotgan bo'lsa. El Metrdor. Hoy, buldozerlarni qara. Ha, bir paytlar urushganlarimga o'xshab ketar ekan u. Nahotki? Shunday. Men vaqtida Ispaniyaning eng mashhur buldozer matadori bo'lganman. Meni u yerda El Matador deb chaqirishardi. Senyor Matador. Yo'daman. Olay.
Voy-ay! Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina aslimedia.net saytida. Birodarimiz juda yaxshi inson edi, shunday emasmi? U tirik ekan. El Matador! Oley! Qoyil senga El Matador! O'sha payt meni har tarafdan buldozerlar o'rab olishganda. Keyin nima qilding? Nima qilding deb so'ramay qo'yaver, sen ham o'sha yerda eding-ku, esingda yo'qmi? Nima? Ranging qizilligi ularga yoqmasligi aniq, Makvin. Olay! Mater, bunday bo'lgani umuman esimda yo'q. Yaxshi-ku-ya, lekin bu gapingni buldozerlarga aytib ko'rchi. Senyor Mater! Senyoritalar. Ole. Mashinalar. Materning cho'pchaklari. Houston, Olegar, gapim rost. Mater oyda. Qara, oyni chiroyliligini. Chiroyli, oyga chiqqanimni aytganmidim. Yo'q, aytmagansan. Olegar, senga aytsam bu juda ajoyib bo'lgan. Hammasi men bir mashinani Floridaga olib ketayotgan paytim boshlandi. O'sha paytda Houstonda muammo chiqdi. Houston, menda muammo bor. Aloqada Impala 13-ku. U oyda botib qolibdi. Bizga evakuator kerak. Endi qayerdan evakuator topamiz? Mana evakuator ham o'z oyog'i bilan keldi. Mostbet bilan g'alaba qozoning. Qanday hujum? Bu fantastika! Bu g'alaba! Gol! Ajoyib! Ajoyib gol! Aql bovar qilmas ehtiroslar, aql bovar qilmas xursandchilik. Mostbet har qanday yutuqni to'laydi. Biroz tayyorgarlikdan so'ng men ham zo'r astronavtga aylandim qoldim. Nima gaplar, qizlar? Omad tilayman, Mater. Dunyoni qutqarish sizning qo'lingizda. Bortga xush kelibsan, Meter. Men Rojerman. Ishlar qalay, Roger? Parvozga tayyorlaning. Qani, boshladik unda. Parvozga 10 soniya qoldi. 9. Asosiy dvigatel ishga tushmoqda. Voy, ajoyib. Men hech qachon oyga chiqib ko'rmaganman, Roger. 3. Hali ko'rasan, senga yoqadi albatta. 1. Qo'shimcha dvigatel yoqildi. Roger kosmik kemasi Impala 13 qutqaruv vazifasi uchun uchib ketmoqda. O'z ishimni sevaman-da. Kema fazoga chiqdi. Metr endi qolgani senga bog'liq. Qo'shimcha dvigatellar ajratildi. Roger, endi uchsang bo'ladi. Ko'rishguncha yerliklar. Oyga yaqin kelib qoldingiz. Oyga qo'nishga tayyorlaning. Yuk bo'limi eshiklarini oching. Roger, Metr operatsiyani boshladi. Bo'pti, ko'rishamiz. Omad senga, Meter. Yerda ko'rishguncha. Mayli, ko'rishguncha, Roger. Qo'yil. Mostbet orqali pullaringizni ishonchli ko'paytiring. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Faqatgina yangi TV ilovasi. Meter oyga muvaffaqiyatli qo'ndi. Meter, axiri yetib kelding. Qutqaruv trosingni tezroq meni oldi qismimga ula. Bo'lsang-chi, bo'la qol. Sizni shunday tortib chiqarib yuborsam bo'lmaydimi?
Missiya bajarildi. Ertaga qaytamiz. Dvigatellarni tekshir. Shunda. Dvigatelni ishga tushir. Tekshirildi. Qo'llab-quvvatlash Nima? uskunalarini sozla. Ichki to'siqlarni ajrat, harakatlanuvchi tizim. Qani ushtek bo'lmasa. Men o'sha payt soatiga 17 ming mil tezlikda uchayotgandim. 17 ming milya soatiga ishonish qiyin. Ha, shunday. Seni tezliging oldida meniki holva edi o'shanda. Ha, men rostdan ham chaqmoqman. Atmosferaga kirishda ehtiyot bo'l. Nima? Oh, siq. Xavotir olma, seni ushladim. Xaloskor Metr. Biz chindan ham qahramonga aylangandik o'shanda. Metr, javob beringchi, fazogirlar qachon ovqatlanadi? Xo'sh, parvoz vaqtida. Metrning oydagi qahramonligi. Bunday uydirmalaringni qo'ysang-chi. Xohlamasang mayli ishonma. Metr, Houstonda yana muammo chiqibdi. Ketdi gunda, Roger. Qani, unda uchdik. Ha, shunday. Mashinalar. Metrning cho'pchaklari. O'lay agar aldayotgan bo'lsam. Og'ir metall metr. Macchine cantare con me, duda, duda. Macchinine contate rotine, oda duda de. Metr, sen ham chiqib bir kuylab bermaysanmi? Yo'q, e'tiborni o'zimga qaratishni xohlamayman. E'tibor torta olasanmi o'zi? Ha, axir men rock yulduzi bo'lganman-ku. Nima? Ha, ijodimni garajimda guruh bo'lib boshlaganman. Metr va gaz kaps guruhi. O'zi ham boplab chaldinglarda. Voy, konsert bermaymizmi? Shunaqangi ajoyib bo'lyapti-ki. Ha, nimasini aytasan? Yigitlar, musiqiy albomingiz bormi? Tez orada qilamiz. Efirga yozilmoqda. Oh, ha! Bu nima shovqin? Bu shovqin katta daromad keltiradigandek tuyulyapti. Yigitlar yaxshi ijod qilar ekansizlar, lekin guruhga yangi nom qo'yish kerak deb o'ylayman. Yangi nom nima deb qo'ysak ekan? Buyurtmangiz keldi. Metr, bu og'ir metallni qayoqqa qo'yay? Nom topildi. Og'ir metall metr. Qani birga. Eng so'nggi tarjima filmlarni o'zbek tilida ko'rmoqchimisiz? Unda hoziroq yangi TV ilovasini Google Play yoki App Store'dan yuklab oling. Shunday qilib, musiqiy guruhim bo'lgandek. Emas, biz og'ir metal metr guruhini tuzganmiz. Birga kuylashga tayyormisiz? Gap bo'lishi mumkin emas. G'aroyib hikoyalaring bor-a? Biz musiqiy guruh ochganmizmi? Mayli, ishonmasang o'zing bilasan. Og'ir metall metr guruhi qoyilmaqom albomi. Mashinalar. Metrning cho'pchaklari. O'lay agar yolg'on gapirsam. Detektiv metr.
Xayrli tong, Flo. Dam solib qo'ya olasanmi? Balonlarimni dami chiqib pasayib ketdi. G'ildiraklarim bo'shab qoldi deysanmi? Balki bu jinoyat belgisidir. Nima? Oldin detektiv bo'lganman-ku. Qanaqasiga? Shunaqasiga oddiy. O'sha kuni juma soat kechki 7:15 eda shahar markazida ish bilan yurgandim. Odatda kichik ishlarni bajarardim, ammo bu safar menga qiyin ish tushdi. Hamma yangiliklar mavzusi shu haqda edi. Mashina g'ildiraklari yorilib keta boshladi. Buni ortida soxta g'ildirak ishlab chiqaradigan guruhlar borligi aniq edi. Russi Road tirkama ilgaklariga aksiya e'lon qilgani ham shubhali bo'ldi. Endi ketmoqchi bo'lib turganimda u kelib qoldi. U o'sha meni rom qilib qo'yadigan oq shinalarni taqib olgan edi. Salom, Meter. Bu yerda nima qilyapsan, Tiya? Seni sog'indim. Sog'inganingda o'tgan texnik ko'rik vaqti kelgan bo'lardi. Menga shunday jahl qilishing shartmi, hozir? O'zing ham jahlimni chiqaradigan ayolsan-da. O'zi mendan nima xohlaysan? Iltimos, singlim Miyani topishga yordam ber. Uni o'g'irlab ketishdi. Izillashni bas qil. Uni oxirgi marta qayerda ko'rganding? U katta Dina qo'lida ishlardi. Katta Di dedingmi? Singlim uni Copacabana klubida ishlardi. Romantico cargo. I give to you a driving lesson. Cha cha cha. Muchas gracias. Meni chaqirtirganmidingiz, janob? Men yana qidirayotgandim. Qayerdaligini bilmaysanmi? O'sha yoqimsiz Miyami? Yo'q, bilmayman. Balki mana bu eslashingga yordam berar. Balki. Ha, esimga tushdi. Uni 1-2 kun oldin Big D bilan birga ko'rgandim. Ular qayerga ketishdi? Unisini bilmadim, qiziqmadim ham, lekin miyadan tuz hidi kelib turardi. Xuddi okean kabi. Bu yigit seni bezovta qilmayaptimi? Hozircha yo'q, lekin ehtimoldan xoli. Bu yigitcha meni bezovta qilyapti. Voy! Salom, Clyde. Bu yigitni qayerdan topding? Faralaringni har yerga tiqishdan boshqa ishing yo'qmi? Buni hamma joyini yoritish shart emas. Ba'zi joylari qorong'uligicha qolsa, nima qilishimni bilasanmi? Bilasanmi nima? Yuvintirib qo'yasanmi? Yo'q, faralaringni sug'urib olaman. Keyingisi chiroqlaring bo'ladi, tushunarlimi? Voy! Bitta faram bilan qolgan bo'lsam ham, lekin tuppa-tuzuq ko'ra olardim. Hoy, senki, ko'chalardan mujohor ahvolda. Bilmasam, Nega? men shunchaki ko'chada shu yorilgan balonlarni yig'ib tashlayapman. Yorilgan Ha, g'ildiraklarni. lekin buncha ko'pligi G'alati. g'alati. Hamma yorilganlarning bir xil hidi bor. Qanday hid? Tuz hidi keladi. Tuz? Okean hidi. Okean? Bunday hidni oxirgi marta portda ko'rganman. Portda? Portda. Portda? Ha, shunday. Ha, portdami? Rahmat, senki. Arzimaydi, Metar. Miya. Bo'linglar, sal tezlashinglar. Kattaji, bu haqda prokurorga xabar beraman. Afsuski, prokurorga hech nima ayta Nima? olmaysan. Suvga tashlamoqchimisizlar? To'xtang! Tiya, ikkinchi marta shoshimni suiiste'mol qilding. Singlimni qutqarishni boshqa iloji qolmaganda, tushunsang-chi meni. Sen doim to'g'ri ish qilgansan, lekin qabih yo'llar bilan hal qilgansan. Yo'q, bunday emas. Keyin nima bo'ldi? O'zingni bilmaganlikka olma, leytenant chaqmoq McQueen. Big D, axiyri seni qo'lga oldikmi? Voy xudo, McQueen qayerdan paydo bo'la qolding? Ushlanglar uni! Voy! Voy, Meter. Oh, Voy! Aha, qalbaki g'ildiraklar haqidagi shubhalarim to'g'ri chiqdi. Meter, sen uni tutishga katta yordam berding. Uni hibsga olinglar, yigitlar. Tiya, sen sababli katta ishni ochib oldim. Meter, sen o'ylaganchalik yomon emasman. Hayotim yomonlikka to'la. Kel, munosabatlarimizni qaytadan boshlaymiz. Ha? Meter, hikoyalaringdan shunisi kulgili bo'ldi-da. Kela qol, Meter. Raqsga tushamiz. Hozir boryapman. Mashinalar. Yangi TV ilovasi. Meterning cho'pchaklari. Hayt, o'lay agar yolg'on gapirsam. Meter Tokioda. Hammaga xayrli tong. Bu yerlar biram tinch, shundaymi? Salom qo'rqoqlar, drift qilishni ko'rib qo'yinglar. Hozir sizlarga ko'rsatib qo'yaman. To'xtanglar, chet ellik ahmoqlar. Hay, sherif, ularni tinch qo'ysangizchi. Men ham aslida chet ellik mashina edim. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Ha, bo'lganda qandoq? Hammasi o'sha kuni, kunlarning birida. Qalaysan do'stim, senga boshqa joyda ham evakuator kerak bo'lib qolsa kerak-a? Ha, lekin u joy juda uzoqda.
Ehtimol, lekin metro uchun hech qayer uzoqlik qilmaydi. Tokio ham. Mayli, boyagi gapimni qaytib olaman. Mana, yetib keldik. Tomo arigato, Mr. Tomato. Senga esa doitashi mashititi. This is Tokyo, where we pump that gas. Mana ularni qara. Salom, xonimlar. こすったなドリフトで勝負だ Vasit dedimi? U seni drift poygasiga taklif qilyapti. Drift poygasi? Poygani yarim tunda boshlaymiz. Juda ham ochiq ko'ngil mashinalar ekan. Metr, agar yutmoqchi bo'lsang, seni o'zgartirishimiz kerak. O'zgaramiz. O'zgaramiz. O'zgaraman. Lekin qanday qilib? Ko'rinishing chakka emas, lekin poygalasha olasanmi? Shu ham savolmi? Qila olarmikinman? Salom janoblar. Bugun eng yaxshi poygani guvohi bo'lamiz deb umid qilaman. Finish Tokio minorasi uchib bo'ladi. Minora uchidagi bayroqni qo'lga olgan birinchi mashina drift poygasi qiroliga aylanadi. Yutqizganga nima bo'ladi? Mag'lub bo'lgan barcha o'zgarishlardan mahrum qilinadi va asl holatiga qaytadi. Mana bu zo'r narsalarning endi o'rnatgandim ko'zi. Boshlaymizmi? Tayyorlaning. Boshlandi. Wow! Wow! トラック野郎 Drift qila olmasang yutqazasan. Qani ko'rsatib qo'yaman. Salom. Arigato. Voy, qarama-qarshi yo'l ekan-ku bu. Ehtiyot bo'linglar. Tezda chetga o'ting. Chetga o'ting. Ehtiyot bo'ling. Tez o'tib ketaman, qo'rqmang. Donuts drift'i jonu dilim-ku. Qalaysan? Chakka emas, lekin buni o'zi yetmaydi. Voy, xudoyim, ninja mashinalar. Ninzalar? Keyin qanday qochib ketding? Bilasan-ku, sen ham men bilan birga bo'lganding-ku o'shanda. Ajdarho chaqmoq Makvin shu yerda. Vaziyatni ajdarhochasiga hal qilamiz. Ajdarho aylanma zarbasi. Voy! Yo'q, ana bu deyarli minoraga yetay deb qoldi. Unday bo'lsa orqamdan yur. Bo'pti. Voy! Qara, men drift qilyapman. Voy, ko'zingga qara. Voy, yo'q, xudoyim, yo'l tugab qoldi-ku. Voy, to'xta olmayapman. Unda gazni bos. Ajdarhoni chaqmoqli olovi. Voy! Men raketaman. Men g'olib bo'laman. Voy! Qalaysan? Shu yerda ekansan-da. Qayerdan kelib qolding? Radiator sprintdan keldim. Sen meni mag'lub qila olmaysan. Nega qila olmas ekanman? Qila olmaysan. Qila olaman. Yutqazasan. Yutaman. Yutqazasan. Og'zingni ochar. Yutaman. Voy! Men yutdim. Bo'lishi mumkin emas. Eski holatimdaman.
o'qishdan yuklab qolgan. Shunday qilib Tokioga borib, drifterlar qiroliga aylandim. Nima? Meter, sen hech ham drifter bo'lmagansan. Nahotki, shunday deyaverchi. O'zgartiramiz. Menga qara, o'zgarib kuchayib ketdim. Film Yangi TV platformasining dublyaj studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Unga aktyorlar Avazxo'ja Qodirov, Jahongir Yo'ldoshev, Fotima Qalandarova, Jamoliddin Abdujabborov hamda Mehruza G'ulamovalar ovoz berishdi. Ovoz rejissyori Eldor Pirmanov.